bugun sizlarga qisqacha video obzor ko'rsatib beraman. Mercedes GT-R Drift mashinamiz haqida. Mana sizlarga qisqacha video ko'rsatib beraman. Mana oldi abrisovka ko'rinishlari. O'ta qaranglar, glavniy svetlar yonadi. Yonidagi svetlargacha yonadi. Mana bu difuzorlari ham chiroyli qilib ishlangan. Mana difuzor ko'rinishlari. Hop, pastda har xil rangda svetlar yonadi. Mana oldi abrisovkasi Mercedes qilib ishlangan. Mana oldi kapotlari karboniy bo'ladi. Mana oldida. Mana oldi ko'rinishi chiroyli qilib qo'yilgan. Va yon qismlarini ko'rsatib o'taman. Hop, balonlari rezin yumshoq balon bo'ladi. Oldi balonlari va orqa balonlari plastmassa bo'ladi. Drift qilish uchun mo'ljallangan. Orqa balonlar tortadi va 4 ta balonida amortizatorlari ham bo'ladi. Paroklari ham chiroyli ishlangan. Paroklari ham, bakoylari ham bor. Eshiklar mana yon tarafga ochiladi. Eshiklarni svetlarigacha yonadi. Eshiklar yon svetlarigacha yonadi. Chiroyli qilib ishlangan eshiklari ham. Orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Orqa ko'rinishi ham chiroyli qilib qo'yilgan. Glavniy bu yerda svetlar yonadi. Bu yerda ham svetlar yonadi. Mana difuzorlar ham chiroyli qilib qo'yilgan. Difuzor gul shtilli qilib ishlangan. Mana bu yoqda yon svetlar ham yonadi bu yerda. Spoiler ham cho'tka qilib qo'yilgan. Va bu yerda bayroqchalari ham bor. Bunaqa bayroqchalari. Xo'p, salon qismiga kelsak, bitta va ikkita o'rindiqli ham desak bo'ladi. Ikkita bola ham sig'adi. Bitta 5 yoshli bola, bitta 2-3 yoshli bola ham sig'adi. Eko qo'yishsidagini pultni boshqarsangiz bo'ladi. Zaryadka qismlari, remellari bo'ladi. Pedallarni ham bemalol boshqarasiz. Tormozlari ham bo'ladi. Rullari ham cho'tka originallik qilingan. Signallari bo'ladi. Mana bu yerda muzika qo'yishlari bo'ladi. O'tkazishlari ham har xil. Mana bu o'chiramiz. Mana bu torpedkalari yonadi. Mana torpedkalargacha yonadi. Chetlari ramkali bo'lib. Bu knopkasi pultni boshqaradigan qilsa bo'ladi va pedalda boshqaradigan bo'lsa ham bo'ladi. Bolani o'zi ham boshqaradigan qilsa bo'ladi. Mana torpedkalari originaldek qilib ishlangan. Torpedkalari mana shunda multimedia sistemasi bo'ladi. Fleshga qo'ysa bo'ladi. Mashina yoqib o'chirishlari, svetlarni yoqib o'chirishlari, tez sekin yurishlari hammasi bor. Shu yerda muzikalarni baland past qilishlari. Mashinalarimiz tayyor. Ikkita o'rindiqli ham desak bo'ladi. Zaryadka qilishlari va pastda bo'ladi zaryadka qilishlari. Katta akkumulyator, katta motorli joylashgan 24 voltli. Aslida orqa balon tortadi, drift qilinadi yurib. Mashinamiz tayyor. Sizlar ham zakaz bersanglar, qilib beramiz sizlarga inshaalloh. Mana yon ko'rinishlar.